Assalomu alaykum. Mana hozir soat 10 kam 2 bo'ldi. Xudo xolasa birinchi zakazni kutib turibmiz. Hozir Chirchivdamiz. Chirchivdan shaharga qarab birinchi zakazni olamiz. Shahar qizarib yotibdi. 18500 gacha. Zakaz bersa, zakazni olib ketamiz. Hozir mana 32 minut bo'ldi. Payqa zakaz tushgani yo'q, komfortda. Zakaz tushsa yana video olib turib tashlaymiz. Xudo xolasa mashinalarimiz top-toza. Hamma yo'li yuvilgan. Top-toza probeglarimiz. 8 kilometr, 9 kilometr pashti bo'ldi. Hozir kutamiz endi zakazni. Hozir mana zakaz oldik. Chirchivdan aeroportga, xudo xolasa aeroportga boramiz. Ya'ni biz Chirchivdan aeroportga, Chirchiv Vasmoy mikrorayonidan oldik. Hozir mana klientga kelyapmiz. Borib turib tashlagandan keyin summasini ko'rsataman, xudo xolasa. Klientimiz уже выхожу deb yozibdi. Endi kutamiz endi. 8 minut bo'limiz, 8 minutdan keyin atmay qo'ramiz. Chiqmasa telefon qildi, ko'tarmadi telefonni. Kutaylikcha. Hozir mana 79500 ga olib keldik. Ketida yana bitta zakaz oldik aeroportda o'zida. Mana bosib qo'yamiz bo'ldi. Aeroportdan olgan klientimiz ham 13 minut 24 ming so'mga olib keldik. Komfort tarifida. Keyingi zakazni kutamiz. Hozir shahar ichidamiz. 22 minggacha koeffitsient. Bundoq qilamiz. Moy rayonni bosamiz. Koeffitsient bor joylarni belgilaymiz ada. Xo'p, mana buni belgilasak, yo'q belgilaymiz. Qora suvlarni belgilaymiz. Biyoni belgilaymiz. Yashnobod, Yunusobod belgilasa ham Yunusobod. Hasanboy tomonlarni belgilaymiz. Plus 5% komissiya oladi. Bonusga ishlamaydi deyapti. Открытие. Endi hozir bizda platina, zolota emasdi, o'shaning uchun nimani bir tochkani ko'ramiz zato. Faqat koeffitsiyentligidan olamiz. 5% komissiya olinadi. Boshladik. Komfort yo'q qo'yamiz. Komfort yo'q. Qani mana faqat komfortda SMS mana cheyvoy tashabdi, 10 ming so'm cheyvoy tashabdi, молодец. Rahmat deymiz. Qani endi liniyaga chiqamiz. Adashmasam liniyaga chiqdik. Bo'ldi mana ishladi. Endi zakaz kutamiz endi. Juda zakazlar yo'q, jimjit. Komfortda hech kim yurmay qo'ydimi deymanda. Bizga o'chiraylik. Shaharda yomg'ir, manzara, toza havo. Mana endi haqiqatan ham havolar tozalandi. Svetofor ishlamayaptimi? Ishlamayapti. Chapga unga qaraymiz, ketdik dalish. Birinchi zakaz 15500 bilan tushdi. Qabul qilamiz. Hozirgi zakazimizni ham olib kelib tashladik. 15 minutda 39 ming so'm bo'ldi. Endi keyingi zakazni kutamiz, baka zakaz tushmayapti. Xo'p, 13500 bilan zakaz ushladik. Orqaga qaytamiz. Ketdik endi zakazga boraylikcha. Hozir bu zakazimizni Dunyo saroyiga olib borar ekanmiz. Hozir biz Gorkidamiz. Mana Gorkida
yomg'ir yog'yotibdi maydalab. Lekin agar maydalab yog'adigan bo'lsa, ko'p vaqt yog'adi. Hozir mana bu yerda luja paydo bo'lgan bo'lsa kerak, ya'ni ko'lmaysiz, yomg'ir yog'ib. Ha, mana aytdim-ku, ko'lmay paydo bo'ldi. Hozir klientimizdan olib keldik. 29500 ekan. To'la 2000 TL berdi. Mayli, qaytanga zdachiga yaxshi bo'ladi 2000 TL. Xo'p, keyingi zakazga yoqamiz. Soatimiz 4dan 5 minut o'tdi. Endi 4 ta zakaz qildik. 4 ta zakaz 138.431 1 so'm deysiz. Yana zakaz tushdi, bez koeffitsient. Mayli, komfortdan olamiz. Xo'p, orqaga qaytib turib, bu yoqdan olib ketish kerak. Passajir сразу оплатani kartaga o'tkazdi. Nimadir bor-da, bor. Passajir уже выхожу deb yozdi, endi kutamiz. Aka hozircha hech kim yo'q. Hozir mana 23 mingga olib keldik bu zakazimizni, zavershit qilamiz. Keyingi zakazga start beramiz. Xo'p, yana bitta zakaz tushdi. 3500 so'm bilan tushibdi. Lekin uzoqda ekanda, mayli olamiz, qabul qilamiz. Hozirgi zakazimizni olib keldik, 20 ming so'mga olib keldik. Keyingi zakaz olindi, adashmasam, agar отказ bormagan bo'lsa, boramiz. Yo, отказ qilmagan ekan, u liniyadan chiqib qo'ymagan ekan, men esimdan chiqib qopti-da, o'shanga hozir. Отказ qilmagan bo'lsa, boraman deb turdim, отказ qilmagan ekan. Hozir boramiz deb, u klientni olib turib, dalishi ketamiz yana. Anaqa mahallalarning ichida yuribman. Hozirgi zakazimiz boradigan masofamiz 16 kilometr 26 minutda borilar ekan. Ko'ramiz, summasi qancha chiqarmagan. Hozirgi klientimni olib keldim deb faqat tezroq haydaying dedi-da. Endi qonun qoida bo'yicha haydayman, svetoforlarga, qizillarga tushmaslikka harakat qilib bo'l. Nima deydi? Orientirini olib haydayman dedim-da, olib kelyapman. Qarasam manzil boshqa joyga qo'yilganda. 1 kilometrmi shunaqa raznica qotdi-da, keyin shuni olib keldim manzilga, anaqada Chilonzorga keldik. 39500 dedi, zaversh qildim, 40500 so'm ko'rsatdi-da, 1 kilometrga raznica qilgani uchun. O'shaning uchun manzilni to'g'ri kiriting, keyingi safar deb aytdim-da, xo'p, men manzil to'g'ri kiritaman. Faqat 7A bilan 7 qo'yilgan ekan-da. Keyin o'shan bilan zaversh qildim. Zaversh qilgandan keyin 40500 so'm ko'rsatdimi, men 50 ming berib tushib ketdi. Sizga qaytingizni oling desam, yo'q, men roziman dedim. Mayli dedim, rozi bo'lsangiz dedim, shart oldim. Mana hozir ketyapman. Keyingi zakazni hozir yoqamiz. Keyingi zakazni olamiz. Qani, bismillah. Hozir qizargan joyda turibman, fioletviy zona deyiladi ruschasiga. Lekin bironta ham zakaz bermayapti. Endi 2 minut bo'ldi, adashmasam. Hozir ham bu chekkaroq joyda to'xtab, biz zakaz kutamiz. Hech kimga xalaqit bermasa kerak, ha? Men plusi bilan berdi, komfort, ikkita tochka ekan. Borguncha 202 kilometr klientga cham ekan.
Qani ketdik endi. Zakazimizni ham olib keldik. Ikkita tochka 2 kilometrga yurish. 21.500 so'm bo'ldi. 22.000 berdim menga. Endi keyingi zakaz kutamiz. Keyingi zakaz Bektemirga ekan. 4000 plusi bilan olamiz. Qani ketdik. Hozirgi zakazimizni ham olib keldik. 51.500 so'm bo'ldi. Endi yana yoqamiz, keyingi zakaz olamiz. Mana hozir yana zakaz oldik. 4000 plyusi bilan. Hozirgi klientimizni ham olib keldik. 19.000 bilan olib keldik. Liniyadan chiqib qo'ymagan ekanman, yana bitta zakaz berib yubordi. Hozir ko'ramiz. Atmen qo'ymagan bo'lsa, yo atmen qilmagan ekan, demak hozir boramiz. Klientni olib dalish ketamiz. Klientni oldiga keldik. Boradigan masofamiz 4 kilometrdan oshiqroq 9 minutlik yo'l. Birga zakazimiz ham 13.500 ga olib keldik. Endi keyingi zakaz. Qani yoqaylikchi liniyaga chiqaylik. Keyingi zakaz olamiz. $3.500 bilan beryapti 800 metrdan. Harakat mahallaga ekan, 4 kilometr 200 metr 9 minutlik yo'l. Klientgacha ham 3 minutlik yo'l. Qani ketdik. Hozirgi zakazimizni olib keldik. Bir qiziq holat bo'ldi. Tupik mahallaga ichkariga kirdim. Orqachalab endi mijoz olgandan keyin orqachalab chiqib kelyapman-da. 16.500 bilan yopdi. Orqachalab chiqib kelyapman. Qarochi aytayapti, keyin bu yoqqa yurasan deyapti-da. Rus ayol ekan, bu yoqqa yurasan deyapti. Tuda poyedish deyapti-da. Kuda desam tuda deyapti-da. Orqada o'tiribdi-da. Keyin qo'li bilan ko'rsatyapti-da. Men ko'rmayapman. Qaramayapman-da, chunki orqaga qarab kelyapman, ikkita bakovga qarayapman-da. Tuda deyapti-da. Kuda desam tuda deb qo'li bilan ko'rsatayotgan ekan-da. Men aytdim, налево или направо desam, налево deyapti-da. С моей стороны налево deyapti. Men aytdim, o'shani ayting-da. Налево, направо deb gapiring, shunaqa deb aytdim. Hozir keyin olib kelib tashladim, olib kelib tashlasam, sekin tushib ketyapti-da. Женщина dedim. У вас dedim, оплата наличными стоит desam, да ладно deb qo'yadi. Da dedim, keyin berdi. 100 ming TL beryapti, 16.500 so'm bo'lgan, 100 ming TL beryapti-da. Mayli endi yaxshi ham izdachiga pul bor-da. O'shani berdim. Bog'chadami ishlar ekan shekilli. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, endi og'ir bosiq bo'lib qabul qilaveramiz. Xo'p, buni bajardik. Endi liniyaga chiqamiz. Xo'p, hozir biz qizargan joydamiz. Normalniy bir 15.000, 20.000lik koeffitsientli bersa yaxshi bo'lardi. Mahallaning ichida turibmiz. Zakaz tushsa yana video qilaman. Aytgancha 162 kilometr yurdim. Zapravkam bitta qoldi. Zapravkaga borish kerak. Zapravkalar ham o'chirildi, sekin-sekin boshlanyapti. Moy rayonida ishlayapman aytgancha, Moy rayonida ishlash yaxshi. Hozir 12 ta zakaz qilibman. 12 ta zakaz 281 ming bo'libdi.
Balansimizda 127 ming bor. Sekin zapravka tomon qarab boraveramiz, zakaz tushib qolsa olib ketamiz. O'zbekistondagi zapravkaga keldik. Hech kim yo'q, bo'm-bo'sh, bemalol, hamma yo'q. 1000 so'm bilan beryapti 3 kilometrdan. Mayli olamiz, hozir baribir bu yoqdan zakaz olish qiyin bo'ladi. O'zbekiston yangi O'zbekistondagi zapravkadamiz-da. Hozir mana yo'lga chiqdik. Agar отказ qilsa, отказ qilib qo'yadi. Agar отказ qilmasa, boraveramiz-da, dalish. O'sha chetroqdan bo'lsa ham olaylikda, keyin shahar ichiga bo'ladigan bo'lsa, agar zakaz menda chunki B точка ko'rinmaydi-da. Shahar ichiga bo'ladigan bo'lsa, shahar ichiga kirib olgandan keyin moy rayonni yopib olamiz, shahar ichidan chiqmasdan o'sha koeffitsiyentligida yuraveramiz. Xudo. Bu yoq tomonga qo'yilgan ekan lokatsiyada nima точкасы, passajiri. Biz hozir yangi bozorga shuna kiraverishda o'sha o'ng tomonda ekanda точкасы.
Demak, bu degani bu yangi bozor ichkari tomon kirib ketadi, shahar tomonga emas, adashmasam. Hozirgi zakazimiz ham 14 ming so'mga olib keldik. Hozir yana bitta zakaz tushuvdi. Yana liniyadan chiqish esimdan chiqib qoldi. Atkaz qilmagan ekan. Yana shu yangi bozor tomondan. Hozir olib kelgan joydan ekan. Hozirgi zakazimizni ham olib keldik. 44.500 so'm bo'pti. Probkalarni qaranglar. Hamma joyda probka. Soatimiz 8:48 minut o'tdi. Orqadan ham sekin probkalar yig'ilib kelyapti. Hozircha o'chirib qo'yganman, hozir sal probkadan chiqib olay, keyin yoqaman xudo xolasa. Hozir zakaz kutib o'tiraman, lekin faqat hozircha zakaz tushgani yo'q. Shahar ichi oqarib ketgan, mana zakaz tushdi. 6 kilometrdan beryapti. 10 minut borish 6 kilometr. Adashmasam Arg'un tomonda olmaymizmi? Uzoq. Chunki 6 kilometr 10 minut boradigan joyi kamda uni. 6000 повышение bilan beryapti, endi baribir bilmadim. $37,000 ga chiqdi. Keyin Salar tomonga borsammikan yoki Uch-Qahramon tomonga borsak yaqinroq. Ko'ramiz, zakaz beraversin-chi, zakaz bersa o'shanga qarab boramiz keyin. Hozir zakaz kutib o'tiribman. Kim biladi, mana bu narsa urovень balli yig'iladigan joy. Yig'iladi, ball yig'asiz, misol uchun 10 ming ball qilsangiz platinaga o'tadi. Mana shu narsa menda negadir ko'rsatmayapti-da, lekin mana hozir dekabr bo'lsa, dekabrni 17si bo'lsa, 17 kundan buyon ishlayman-da, lekin mana shu urovень ballarim menda ko'rsatmayapti. Biladigan odam yo nastroyka hamma yo'g'ini titib tashladim-da. Nima sababdan bunaqa bo'lishini lekin men bilmadim-da. Biladiganlar bo'lsa o'shani e'tiboringlar, nimaga bunaqa bo'lishini. Hop, liniyaga chiqdik. Tarif, komfort. Qizargan joydamiz. Hozir Do'rmondamiz. Lekin zakaz yo'q. Hozir zakaz chiqsa video qilaman yana. Mana Moy rayonini yoqdim, belgiladim, faqat shahar o'rtasini belgilamadim, chunki oqarib yotibdi-da. Keyin qizargandan keyin sekin shahar o'rtasini ham belgilaymiz. Qani, dalyani bosamiz. Moy rayon ishga tushdi. Endi zakaz kutamiz. Lekin shahar o'rtasini ham belgilab ko'rsatdi-da. Nega? Uni belgilamaslik kerak edi. Mayli, kutaylikchi zakazni. Negadir Moy rayonda zakaz bermayapti. Hozir Moy rayonni o'chiramiz-da. Shundoq zakaz olamiz. Qani, bismillah. $30,000 повышение, 37.500 so'm bo'ldi, ko'tarildi, lekin zakazdan darak yo'q. Mana bu bilgan bo'lsanglar, To'toza dagi avtostansiya. Yo'da mo'yka, orqada zapravka bor, gaz zapravka. Qurilish ishlayapti.
17.500 bilan zakaz tushdi. 500 metr. Qani boraylikcha. Klientimiz перевозка домашних животных, ya'ni uy hayvoni dedi. Сразу telefon qildi. Bilasiz-a, ko'rdingiz-a, uy hayvoni borman dedi. Ha, ko'rdim dedim. Переноскадami dedim, ya'ni sumka idishi o'zini nimasi bo'ladi-yu, spetsialniy ko'tarib yuradigan. Shunisi bilanmi dedim. Ha dedi. Bo'ldi, 17.500 bilan oldik. 13 kilometr 33 minutda. Zakazimizni ham olib keldik. 58 ming bo'libdi. Перевозка домашних животных degan. Yapamiz. 58.500. Endi keyingi zakaz kutamiz. Hozir zonadamizmi? Hoppa, zonadan chiqib ketamiz. Sekin qizargan joyga boramiz, unda keyin zakaz olamiz. Defender qo'yinglar. 505. Chiroyli mashina ekan. 10 ming plusi bilan beryapti. Mayli olaylikcha. Klientgacha 3 kilometr ekan. 25 ming tajdeniyada turdik, 31 mingda 49 ming bo'ldi. Zaverishni qilamiz. Patishkadan SMS kelibdi. Xo'p. Hali prosesda. Bonusni zonaga tushdik 19 ming bilan. Kutamiz. Bizga promo kod bergan ekan, 5 soatlik 9 ball prioritet qo'shib berish uchun. Nima qilamiz? Ishlatamiz. Soat 2 gacha. Yo'q. Soat 5:21 gacha amal qiladi. Yo'qdik promo kod. Qizargan joyda turamiz, paka bonusni zonada ham turamiz. 19 ming. 19 mingdan boshlanadi deyilgan. Paka zakaz jimjit. Mana zakaz berdi. 800 metr komfort olamiz. Klientgacha 5 minutlik yo'l. 29 mingga olib keldik. Hozircha zakaz tushgani yo'q lekin. 5500 bilan chiqdi. Klientgacha 2 kilometr 4 minutda boramiz. Agar men qo'rmasa, oxirigacha boramiz.